Diksiyelerimizi devamlaştırmaz hürmetli vatandaşlarım. Endiki mavzumunda G'arb dünyası 19. Qurultayga berilgan dokladga baho berdi. Reis Xi Jinping kam uchraydigan pozitsiya bilan o'tirg'i chiqdi. Mavzuli xabar 10 ayning 18 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo'ning yuqori darajalik rahbari Xi Jinping 10 ayning 18 kuni 19. Qurultay ochilish kunida 18. Qurultayda saylangan Markaziy komitetning xizmatlaridan 19. Qurultayga doklad berdi. G'arb matbuotlari birinchi vaqtda dokladga baho berdi. Xi Jinpingning dokladida yangi qo'yilgan masalalarni markazlashtirib, hamda davlatning ichi va sirtidagi masalalarni markazlashtirib, xiristlarni bayon qildi. Endi kechiringlar, hamda davlatning ichi va sirtidagi xiristlarni bayon qildi. Albatta, G'arb matbuotlari keyingi kadrlarning, ya'ni Markaziy komitet rahbarlarining o'rinlashtirilishi bu texmi oydin bo'ladigan masaladir. Yaqinda saylanadi degan gap bo'ladi. Qurultay ochilganda New York vaqt gazetining Jungo turishliq muxbiri Chris Buckley bir parcha xabar e'lon qildi. Xabarga Xi Jinping huquqni mustahkamladi deb mavzu qo'ydi. Xabarda mundaq ko'rsatildi: Kompartiya bu qurultay orqali Xi Jinping 5 yillik vazifani o'taydi. Kompartiyaning bu qurultay orqali Xi Jinpingni rais qilib saylab, Xi Jinping 5 yillik vazifani o'taydi. Kompartiyaning diktatori yurgizish vaziyatini mustahkamlaydi. O'zini kompartiyaning hayotiy kuchi va zaiflashmaydigan, balki kam bo'lsa bo'lmaydigan o'ringa qo'yadi. Xi Jinping salmoqli, bemalol bir talaffuzda qurultay ahliga ko'rsatib qo'ydiki, navbati Jungo'ning ichki tashqi vaziyati cho'nqur ham murakkab o'zgarishni boshdan kechiryapti. Jungo taraqqiyotning strategik pursida turibdi. Istiqbolimiz parlaq, ammo xiris yanada eg'ir deyildi dokladda. New York vaqt gazeti bu xabarda mundaq bir nuqtaga diqqat qildi. Ya'ni Jungo masallik sotsializm yana bir davrga kirdi. Mavzuning sinfiy kurash ta'limoti, Deng Xiaopingning amaliyatchil kapitalizmi, Xi Jinpingning Junxo millatlarining ulug' gullanish xiyollari. Demak, bu partiya ishida intizomni ta'kidlash, partiya ishida siyosiy besim, jumladan siyosiy faoliyatlarni matbuot to'rbatlarini kontrol qilish qilib boradi. Bloomberg agentligi 18 kuni dokladda kompartiyaning mavjud bo'lib turish va halok bo'lishi to'g'risida ogohlantirish berildi deb ko'rsatib, Xi Jinping dokladida siyosat, iqtisod, davlat mudofaasi, diplomatiya, Shangang Omen to'g'risida markazlik to'xtaldi. Qurultay boshlanish bilan Amerikaning eng o'ngchil gazeti Breitbart xabardari Xi Jinping iddiasi 19. Qurultayga yetakchilik qildi. Mavzuliq maqola e'lon qilib, Qurultay Xi Jinpingning inovatini davomli mustahkamlaydi. Xi Jinpingning iddiasini partiya nizomnomasiga kirgizadi deb ko'rsatdi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Qurultay boshlanish bilan Xi Jinping rahbar va doiralik o'rnini qayta eg'izga oldi. BBC mundaq ko'rsatdi. O'tgan 5 yil Jungoning islohot qadami zamoni bilishish xalqaro jamiyatda oshkora va aktiv bo'ldi. CNN Amerikaning ismli televiziyasi mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping o'zgarish davrida turayotgan partiya qurultayiga bergan dokladida Jungoning kelgusi taraqqiyotiga strategik manzara ko'rsatib berdi. Güzel Jungo qurmoqchi bo'ldi. Chavshan yarim orolning vaziyati to'g'risida
egizga elip mi koymalı dep görsətdi. Xi Jinping dokulatı da Janubi Deniz quruluşunu aktiv ilgirletiş doğrusu toxtaldı. Devlet bexatarligi ve cemiyet muqimligini ta'kidladi. Chiriklikka, xiyonachilikka qarshi turishni, davomli qarshi turishni ta'kidladi. Qo'yilgan mavzu nima edi? Nima dedik? Bu qatim Rais Xi Jinping nima dedik? Kam uchraydigan pozitsiya bilan o'tirg'i chiqdi. Ya'ni bu qatim Beijingda 19-cı qurultayga doklad berib atgan Rais Xi Jinping kam uchraydigan bir pozitsiya bilan o'tirg'i chiqdi. Amma siz yuqorida ko'rib o'tdinglar vatandaşlarım, G'arb matbuotlari, cho'ng-cho'ng matbuotlar nima dedi? Mavzu ashunda qo'yildi, u kam uchraydigan pozitsiya nima? Bu to'g'ri hech nima demadi. Lekin bu xabarni yozib atgan, umumlashtirib yozib atgan o'rin Doviy agentligi. Doviy agentligi bu Ko'ngchandag'ning o'zining ta'siri ostida, Kompartiyaning o'zining ta'siri ostidagi agentlik. Mavzu shunda qo'yildi. Mavzuni dabdabalik kam uchraydigan bir holatda o'tirg'ich pozitsiyasini oshkorladi Rais Xi Jinping. Biz oxirdagi muhokama yoki tahlil qilish jarayonida bu to'g'ri to'xtalib o'timiz hurmatli vatandosh.